Yoqimsiz zarda kun davomida bezovta qiladi. Jig'ildondagi olov kayfiyatni doim buzadi. Ortiqcha chidash shartmi? Nol baza zardani bartaraf etadi. Nol baza zardasiz kunning yorug' tarafida bo'ling. Men qamalib ketaman. Och dedim ablah. Och eshikni. Sen bilan erkechasi gaplashgani keldim, och dedim men senga. Dada, nima qilsangiz ham erimni qamoqdan olib qoling, iltimos. Endi nima bo'ladi? Ish yopiladimi? Ekspert xulosasiga ko'ra xalqaro qidiruvga beradi. Tez kunda qo'lga tushadi. Voy. Enaga bo'lib qopsiz-ku? Kamronni onasini oldiga olib bordingmi? Yo'q, olib bora olmadim. Ishim ko'p bo'ldi. Iltimos, Sevinch. Gapira qol, Sevinch, gapir. Yer yutkurib qizimni adoyi tamom qilib o'zi qochib ketdi. Hali xabaringlar yo'qmi? Uni Turkiyadan ushlab kelishdi. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Sevimli seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sini Media YouTube kanalimizda. Birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Xudoga shukr. 5 yil deganda O'zbekiston osmonini ko'ryapman. Nimasini aytasan? Va nihoyat Turkiyadan qaytdik. Eson-omon kelganimizga shukr. To'g'rimi qizim, qo'rqdingmi azginchi samolyotdan? Senga yoqdimi? Ha? Chaqirgan taksi qaysi tarafda ekan? Bilmadim. Shu yo'lda bo'lsa kerak. Yurchi. Taksi, kimga taksi kerak? Olaman u yuraman. Tinchlikmi? Kimnidir ko'rib qoldingizmi? Ovozi. Nimani ovozi? Kim ovozi? Sevinch. Uni ovoziga o'xshatdim. Uni tuzalib ketdi deb o'ylab, xursand bo'lib ketibman. Erim birinchi ayolini yuragini tub-tubiga ko'mib tashlagan bo'lsa ham, lekin uni unutmagan. Yana eski yaralari dinlandi. Bekor qaytdikmikin? Yuraqa. Xudoga shukr, bolam, eson-omon keloldilaring-a. Bolam, endi ketmassizlar? Xudo biladi oyi. Ris nasibamiz Turkiyada bo'lsa, yana ketishimiz mumkin. Kim bilsin ona. O'zi bularni zo'rg'a olib keldim. Endi oyijon, o'zingiz gaplashib qo'yarsiz. Yo'q, endi ketmanglar. Butunlay kelgan bo'lsanglar, o'g'ling olib ketasanmi? Yo'q, opa. Xavotirlanmang. Tug'ruqxonadan chiqib sizga berdim. Shu yoshgacha yetkazdingiz. Qanaqa torta olamasdi. Voy, baraka top. Rahmat ukajon. Ishonsang, mana shu kunda shunchalar qo'rqib kutdimki, xuddi xayolimda o'g'lingni mendan olib qo'yadigandek. Kamronni o'zimni o'g'limdek yaxshi ko'raman. Uni hech kimga bergim yo'q. Bilaman, opa, bilaman. Xotirlamang. Kamron to'g'risi boya
quchoqlab to'ymadim. Bir bag'rimga bosing. Kamron? Ha, Kamron. Labay buvijon. Kel bu yoqqa kel. Ko'rishim. Ota-onasi hayot bo'lib turib, opamnikida yashayotgan tirik yetimcham meni. Ishqilib ukam fikridan qaytib qolib, Kamronimni olib qo'ymasin deb, usiz yasholmayman. Xotini ham ko'ngli ochiqqina ayol ekan. O'g'limni olaman desa ham qarshilik qilmasa kerak. Man Marjonaga qaraychi turmadimikan? O'zi borgilay sendan. Oyi. Sevinch ahvoli qanaqa? Tuzukmi? Ko'rib keldingizmi? Tirik bo'lsa ham o'likdek yotibdi. Sho'rlik. Yosh bolaga o'xshab qolgan. O'zini bilmaydi. Tinov kuni borib ko'rib keldim. Hech narsani bilmaydi. Essiz. Qandoq qiz edi-ya? Qandoq qiz edi? Bir paytlar bu darvoza oldiga kelganimda hayajon bosdim. Sevgilimni intiqib kutardim. Uning chiroyli chehrasini ko'rganimda dunyoda mendan baxtli odam yo'q deb o'yladim. Keldingiz? Jonim necha? Nima bo'ldi? Nimaga keldingiz? Voy nima qilib kelsan? Yo, necha marta aytganman, eshigimni tagigacha kelmaydi. Voy nima qiladi kelsan? Uydagilar ko'rib qolsa nima deb o'ylaydi? Uydagilar ham qo'shnilar hamma biladi yaxshi ko'rishingizni. Sal sekinroq gapiring, uzoqroq yuring keyin. Uydagilar yetib qo'y, yaqinda bizanikilik so'chilik. Qo'shnilarimiz ko'rib qoladi, hozir uzoqroq yuring. Qo'shnilar nima? Yaxshi ko'rsam men qo'shnilardan qochib yurmayman-ku. Xullas uydagilar yetkin. 1-2 kunda aniq borishadi uydagilar sovchiga. Uf, yana boshlamang Sanjar aka. Hozir faqat meni xayolim musobaqada. Nimasini o'ylaysan? Borib g'alaba qozonasan bo'ldi. Boshqa hech qanaqa variant yo'q. Shu faqat bitta masala borda. Qanaqa masala? Qo'y mayli. O'ylama. Musobaqadan keyin ayta qolaman. Sanjar aka, gapirdingizmi endi? Ayting. Xullas, shu to'ydan keyin sport masalasini ko'rib chiqishimiz kerak edi. Nima? Nima deganingiz bu? Men sport tashlamayman. Ha, chunki butun qishloq sen bilan faxrlanadi. Sen qishloqimiz faxrisan, shunga-da. Shunga. E'tiboringiz uchunchi, siz ham jiyaningizni musobaqaga olib borgan paytingizda meni ko'rib yoqtirib qolgansiz. To'g'ri. Keyin kannadek yopishib olib, to sevgimga javob qaytarmaguncha orqangdan yuraverganman, to'g'rimi? Esingizda ekan-ku. Xullas, meni yaxshi ko'rsangiz, meni qiziqishlarimni ham hurmat qilishingiz kerak. Ha, shu hurmat qilganimdan 1 yildan beri nima musobaqaga bormasang, qaysi yurtga bormasang, kamina Sanjar yoniga yuribdi-ku birga. Hali mana shu narsalarni eslab to'ydan keyin rosa kulsa kerak-a? Ha. Bo'pti. Sport masalasini-ku yana gaplashamiz. Lekin mahallangga borishimga, seni ko'rishimga qarshilik qilma. Baribir butun mahallang biladi bir-birimizni. Yo'q, bilasiz-ku, bizlar mahallamizdagi xotinlar qanaqa g'iybatchilik. Ular bilan nima ishim bor? Endi unda men seni ko'rmasligim kerakmi? Qiz bola emas-da, bilmaysiz, tushunmaysiz. Hech narsa qilmaydi. Baribir yaqinda to'y bo'ladi, uydan ham ko'rgim keladi meni. Qaysarlik qilurmang. Yo'q. Sen qaysarlik qilmang, iltimos. O'z bitta eshigimni tagiga otib olishingiz qoldi-ku. Voy, o'zi chiqsang, 5 daqiqa sportgacha undan keyin qaytamiz bo'ldi. Yo'q. Shoir opa, endi bu yoshlarni to'yini boshlaylik. Bir-birimizni bilsak, sinashda bo'lsak. Voy,
butun qishloq biladigan Layli Majnunlarning to'yini qilarkanmiz-da endi. Ay, shu kunlarga yetkazirganiga shukr aylanay. Siz ham eson omongina supra qoqdingizni egasiga topshirasiz. Voy, baribirchi odam g'alati bo'lar ekanda. Qaniydi dadasi bo'lganlarida, duolarni qilib, to'ylarni boshida turganlarida qaniydi. Gapirmang. Nimasini aytasiz, egachi? Meni ham turmush o'rtog'im katta farzandimni to'yini ko'rdi xolos. Mana shu tilab olgan o'g'limizni to'yini ko'ra olmadi. Dardimiz bir ekan, egachi. Ha, bizni dadamiz o'tganlarida sevinchim 3 yoshda edi. Qarang, shuncha payt o'tdi oradan. 3 ta qizni uzatishni o'zi bo'lmagandir. Voy, nimasini aytasiz? Dardkashim yostig'im edi. Hey, mayli, endi biz ko'rmagan baxtlarni bular ko'rishsin. Bolalarimiz ko'rsin. Aytganingiz kelsin. O'tganlarni Xudo rahmat qilsin. Endi qolganlarni umrini uzoq qilsin. Farzandlarimizni rohatini ko'raylik. Shoir opa, jonim, o'zim o'rgilay. Keling shu kelasi hafta Fotiha qilaylik. Keyingi oy Xudo xolasa chiroyli qilib to'ylarini qilib, men ham qizim yig'ishtirib olib ketay. Endi shu kuyovlarim, qizlarim bilan bir yig'ilishib maslahatlashamiz-da, keyin sizga aniq javobini aytamiz. Mayli jonim, mayli. Kutaman-a? Albatta. Keling, ilohi amin. To'y bo'lsin, g'am bo'lmasin. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin, o'zlaridan ko'paysin. Ilohim, shularni rohatini rohatda ikkalamiz ham ko'rib yuraylik. Allohu akbar. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Sanjar aka, nima zaril ertalabda sovuqda mashina o'tirib, ichkariga kirib uxlasangiz bo'lmaydimi? Ertaga Turkiyaga ketyapman 2 haftaga. Seni sog'inib qolaman, shuning uchun tikilib to'yib oling. Lekin tez qaytasiz-ku, to'g'rimi? O'zi o'sha o'zbek oshxonasini Turkiyada emas, shu yerda ochsangiz bo'lmaydimi? Bu yerda hamma yoq restoran, kafe bo'lsa, kim meni restoranimga kirardi, Sevinch? Qolaversa, pul tikadigan men emas, o'rtog'im bo'lsa, Turkiyaga borishimiz u ham xohlayapti. Men bo'laman mijozingiz? Hey, sendeki Pekin mijoz bir oyda kafanga ado qiladi-ku meni restoranimni. Nima qilibdi? Zatochi, ovqatlaringiz qolib ketmaydi. Hamma ovqatlaringizni ta'mini birinchi bo'lib men ko'rib beraman. Qani? Semiz bo'lsang ham mayli ekan. Hamma qolgan ovqatlarni yeb qo'ysang. Ketmang, Sanjar aka. Ha, uni ustiga homiladorman. Siz ketsangiz, men qiynalib qolaman. Bizdan tashlab ketaverasizmi? Qiziqmisan? Ha, bolamiz hali kichkina-ku. Qolaversa men tez qaytaman. Do'stim o'rnimga qoladi Turkiyada. Faqat shu borib ochib sal yurg'izib olsak bo'ldi. Mayli, ketsangiz ketavering bo'lmasa. Zorimiz bor, zo'rimiz yo'q. O'zi shunaqa bo'ladi-da. To'ydan oldin va'dalarni berishadi. Keyin shunaqa qilib o'tirishadi. O'z nima qilib o'tiribsiz bu yoqda? Boring ichkariga kirib uxlang. Yoqmayapsiz. Voy. Hali men yoqmayapman. Buni gapini qara. Hozir men sani-chi ichkariga kirgan o'zim bilaman nima qilish, tushundingmi? Nima qilasiz? Men e'tiboringiz uchun qancha musobaqalarda g'olib bo'lganman. Kurashchiligimni esingizdan chiqarib qo'ydingizmi? Sen kurashchimisan? Ha, kurashchiman. Men ham kurashchiman. Oyijon, yetib beraman hozir. Oyijon. Hay. Voy, sharmanda. Nima bo'ldi o'zi? Sharmanda. Homilador ayolni ham quvadimi? Voy tavba, kelin poshsho, siz ham yugurishingizni qarang, aylanib keting. Qo'ying supurgini, qolgan ishlarni hammasini o'zim qilib qo'yaman. Ichkariga kiravering. Birinchi qani? Oyijon, haligi ozgina joyi qolib ketganda shularni supurib, keyin mashqlarimni ham qilishim kerak edi-da. Hey, qanaqa mashq bolam? Voy, mana bu bolani ehtiyot qiling. Voy, ichkariga kiring. Men sizni ehtiyot qilgan sari tozalayman, supuraman deysiz. Boring, kira qoling. Mashqni ichkarida qilasiz. Bu yoqda biz o'zimiz supurib qo'yamiz. Kiravering. Kiring jonim, aylanib ketdik, bora qoling. Kurashchi qiz. Hay, kurashchi yigit supurgini olib bermang. Bora qoling. Hay, xudo jonim. Bora qol sen ham. Ishingni qil. Ol.
Yugurishga balo bormi endi? Ikki qat ayolni orqasidan yugur. Endi o'zini ko'rmaysizmi? Yaqinda ketaman. Bor. Tavba. Bolali bo'lay deyishyapti. Hali o'zlari bola-ya. Tavba. Kurashishimish. Sevinch, og'ir bo'lmay yuribsanmi? Qiynalmayapsanmi? Voy, opa, nimaga qiynaladi? Axir Sevinch sportdan jahon chempioni bo'lsa, shunda qiynalmagan tug'ishda qiynaladi. Qarab turing, paqet tug'ban beradi. Xudo xolasa eson-omon qutulib oladi qizim. Aytgan yili kelsin. Ha, farzanding ham o'zingga o'xshagan sportchi bo'ladimi? Bilmasam, bir gap bo'lar. Nimagadir kayfiyati yo'q. Tug'ishga qo'rqyaptimikin? Nima deb kayfiyatini ko'tarsam ekan? Sevinch, nima deb o'ylaysan? Farzanding o'zingga o'xshagan chiroyli bo'larmikan yoki dadasiga o'xshagan kelishganmi? Muhimi sog'-omon tug'ilsin, baxtli bo'lsin. Xudoyim, qizimga oq yo'l ber. Nega qizimni bunaqa shashtiqas? Boya nimagadir yuragim g'alati bo'lyapti, oyi deganda. Qaysi chisloga bergan Sevinch? Keyingi oyi boshiga. Oz qolibdi. Oyi, siz qanaqa qilib 3 ta bola tuqqansiz? Men hali bittasini ham tug'masdan turib qo'rqib ketyapman. Qo'rqmagin qizim. Xudo xolasa etagingdan tushganday osongina qutulib olasan. Bag'ringga bosib olasan qizim. Sevinch, gapingni qara, nimadan qo'rqasan? Shunaqa katta musobaqalarda qo'rqmagan, tug'ishdan qo'rqadim. Mana masalan, opam bilan har doim seni gapirib, biz faxrlanib yuramiz. Xudo xohlasa, farzandli bo'lganingdan keyin singlimiz osongina qutulib oldi deb faxrlanamiz. Bilmayman, o'ylasam qo'rqib ketyapman. Qo'rqma qizim, hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'lsin iloyim. Maras. Asl basharang ochildimi? Aziz, sen sansirama eriyman, nima bo'ldi? Yo'q, nima bo'ldi bilmaysanmi nima bo'lganini? Kim bilan xiyonat qilib yuribsan? Kim? Men hech qanaqa xiyonat qilmaganman. Keyin sansiramasdan gapir. Hurmatimni joyiga qo'yib qo'y. Hurmatga arzimaysan, eshitdingmi? Arzimaysan shu hurmatga ham. Men xir Aziz, men hozir radom ketishim kerak. Operatsiyam bor. Asabimga tegmagin iltimos. O'zingga ham operatsiyangga ham tupurdim, tushundingmi? Agar dadam seni o'sha raddomga anesteziolog qilib ishga joylashtirmaganida, yurarding itti so'nggi oyog'i bo'lib. Menga qara. Hech qanaqa xiyonat qilmaganman. Tuhmat qilma, iltimos. Asabimga tegma. Yo'q, qara-ya, Zulya kim? Qanaqa Zulya? Tanimay qoldingmi? Ikkita bolang kamlik qildimi? Homilador ekan, ishxonamga kelib janjal qildi. Aziz, men hech qanaqa Zulyani tanimayman. Tuhmat qilma. Yaxshi. Tuhmat qilyapman-a? Hozir senga isboti bilan ko'rsataman. Allo? Zulya? Bu seni tanimas ekan-ku? Ha? Eshityapti, gapir. Eshit. Nahotki tanimay qolding? Tog' dacha esingdan chiqdimi? Xotinim jodugar, uni sevmayman, menga turmushga chiq deb yalinib, homilador qilib, juftakni rostlagan kim? Ber. Tegma. Ol qo'lingni. Tuhmat qilyapti u. Tuhmat-a? Tuhmatdan o'z quloqim bilan eshittirman. Tuhmatmi shu? Sen bilan ajrashaman, tamom. Azizjon. Tegma, qo'ling bilan tegma. Hamma xato qiladi, jonim. Men to'xta. Dadamga qo'ng'iroq qilaman. Nimaga dadang? O'zimiz hal qilaylik shuni. Nima keragi bor? Qachongacha chidashim kerak seni xiyonatingga? Qanaqa odamsan o'zi? Ikkita bolang kamlik qildimi? Nima yetmayapti? Nima yetmayapti? Kechirman. Xato qildim. Bo'ldi, baqirma. Iltimos dadangga qilma. Iltimos jonasi, qilmagin. Tegma. Qo'lingni teqqizma. Xo'p. Allo. Dada. Ajrashaman. Yashamayman bu bilan. Aytgandim, bu yaxshi ishga joylashtirmang deb. To'qlikka sho'xlik qiladi deb. Xiyonat qilib yuribdi buningiz menga. Bugun bir jazmani kelib to'polon qildi. Qachongacha chidashim kerak buni xiyonatlariga? O'zingni bos. Avval ham aytganman. Ajrashishing obro'yimga to'g'ri kelmaydi. Shaharda hamma meni taniydi. Bu to'ng'iz bilan o'zim gaplashaman.
joyiga o'tkazib qo'yish yaxshi bilaman. Qachongacha dadam men bunga chidab yashayman? Ikkita bolamni deb chidab kelayotgandim. Bugungisi oshib tushdi. U bilan ertaga o'zim gaplashaman. Hozir ish bilan viloyatga ketyapman qizim. Uyingda jim o'tir. Xo'p, dada. Jonasi, shuni otangiz ham hal qilsak bo'lardi-ku. Xato qildim, bilaman. Bu nechinchi marta? Har doim shunaqa kechirim so'raysan. Jonimga tegib ketdi. Xo'p, Aziz, iltimos, baqirmagin. Iltimos, uzr so'rayapman-ku sendan. Hali otam kelsin. Hammasini ko'rsatla senga. Ajrashaman. Aziz. 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 Sevinchim o'zimmi? Yaxshimisan? Nimaga? Taqdir bizni ustimizdan bunaqa achchiq kuldi. Qani edi hammasi? Yolg'on bo'lsa-yu, Sanjar aka deb qo'ng'iroq ovozlaring bilan ismimni aytib turib ketsang. O'zingizni qiynamang. Taqdir ekan. Nima ham qila olardik? Ko'nishdan boshqa ilojimiz yo'q. Hammasi o'sha ablahni deb bo'ldi. U qilmishiga yarasha jazo olyapti. Shuncha payt chet elda qochib yurgani bilan oxiri ushashdi-ku. Opa, siz jurnalist bo'lganingiz uchun, qo'lingiz ham yo'g'iga yetgani uchun Umarazni ushlashdi. Bo'lmasam bilmadim. Hamon ozodlikda yurgan bo'larmidi? Sanjarbek, bolam. Xotiningiz Gulnoza darvozani oldida ancha kutib qoldi. Kiring desam kirmadi, uyaldi. Chiqing bolam. Baxtli bo'linglar. Xo'p, lekin Sevinch ko'rgan yana kelaman. Uni asrab avaylaylar. Mana bu pulni dori-darmonlar uchun ishlatinglar. Iltimos. Pul kerak emas, Sanjar, pulimiz bor. Opajon, yo'q demang. Hozir qo'limdan faqat shundan boshqa hech narsa kelmaydi. Sanjarbek, hammamizni qo'limizdan hech narsa kelmadi-ku. Sevinch, hamma tug'ib chiqib ketyapti. Sen esa bir kundan beri tug'dira olishmayapti. Bilmayman, Sanjar aka. Jonim qiynalib ketyapti meni ham. Hech qis yo'q. Ozgincha sabr qil. Doktorlarga hademay kelib qolishadi. So'raymiz. Ozgincha chidab tur, xo'p? Doktor? Ertalab kelgan ayolimni nega haligacha tug'dira olmayapsizlar? Ha,
o'zlarining dardi bilan tug'ishlarini kutyapmiz. Hali bor. Tushunaman, lekin joni achyapti. Nimadir qilish kerak-ku. Odamdan odam tug'ilishi oson deb o'ylaysizmi, yigitcha? Sabr qilinglar. Ozgincha ichida Sevinch, ozgincha. Jonim og'rib ketyapti. Mayoningni Sevinch, ozgincha ichidagi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Allo, oyi. Ha, biz raddomdamiz. Ertalab kelgandik, ha. Kechgacha hali ham tug'dirishmadi. Doktorlardan so'rasam, sabr qiling, o'zini dardi kechib kutyapmiz deyishdi. Voy sho'rim, rostdanmi? O'zi ko'nglim sezgandi-ya raddomga ketganini. Hozir men shahardagi qizim bilan gaplashaychi. Tanish doktorlarni ishga soladi bola. Xo'p. Bo'pti, bo'pti. Sevinch. Yaxshimisan? Ozgincha ichida iltimos. Eson-omon qo'limizga olamiz, xudo xolasa. Hammasi yaxshi bo'ladi, xo'p? Ozgincha sabr qil. Hozir doktorlar kelib qarashadi bizga, xo'p? Yaxshimisan ish qilib? Opajon, yaxshimisiz? Uzr, sizni bezovta qildim. Yordamingiz kerak edi. Qishloqdagi singlimni kechadan beri joni azobda. Nima bo'lganini bilmayman. Doktorlar hali ham hech uni tug'dirib olisha olmayapti-da. Aha. Bo'ldi opa, hoziroq singlimni ismi sharifini va raddom raqamini sizga SMS qilib tashlayman. Rahmat opajon. Xo'p. Oyimga qilaychi. Buni mana jo'natdim endi. Oyi. Oyijon, yig'lamang. Oyi, vazirlikdagi tanish opa bilan gaplashdim. O'zlari xabar oladigan bo'ldilar. Ha, biz ham kuyovingiz bilan hoziroq yo'lga chiqib ketamiz. Tonggacha yetib boramiz, oyijon, siqilmang. Xo'p. Yangilik bo'lsa ayting-a? Xo'p. Nima bo'larkin endi? Sal sabr qil. Hozir kelib qolishadi. Qizlar, Sal sabr qil. bemorni o'ziga olib boringlar tez. Iloji bo'lsa katalkada olib boringlar. Ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'linglar. Sevinch, men shu yerdaman. Uka, nima qilardingiz? Vazirlikka qo'ng'iroq qilib. Mana endi bosh vrachimiz hammamizni yugurtiryapti. Men aytdim-ku, o'zini dardi bilan tug'adi deb. O'ziga tez. Dada, qizingiz sal oshirib yubordi. Menga qara, qizim meni borlig'im. Nega dadangga aytding deb qizimga baqiribsan, kayfda kelib, kekirdagingni uzib olaman, bilasan. Uzr, dada, kechiring, kayfda edim, bilmay qoldim. Haligi, dada, ming bor uzr, raddomdan qo'ng'iroq bo'lyapti, shuni javob berishim kerak. Shoshma. Men bilan gaplashganingda boshqa qo'ng'iroqlaring kutib turadi. Xo'p, bo'ladi. Mayli, kechirdim oxirgi marta, nevaralarim hurmati. Lekin yana bir marta takrorlansa mendan o'pkalanma. Yigitchilikda bo'lib qoldi, dada. Boshqa qaytarilmaydi. O'lay agar va'da beraman. Tupurdim yigitligingga. Yigitlikda odam ketini tozalab yuradi. Eshitib ol. Ko'chada orttirganing ko'chada qoladi. Xo'p, bo'ladi. Hal qilaman. Menga aytib qo'y. Ikkinchi kelib qizimni bezovta qilmasin. Ha, bilaman, uzr. Kim bo'ldi bu? Labe. Ha, erkak, qo'ng'iroq qilsam ko'tarmaysan. Axiri tutdimi baribir. Qancha pul bersam tinch qo'yasan meni? Puling boshingda qolsin. Ustida ro'daga yozib berdim. Javob berasan hali. La'nat. Shart endi shuni otasiga aytish. Uni qarab turgin. Bu kim endi? Lab eshitaman. Bo'ldi, ketaman. Yo'ldaman, yaqinlashib qoldim.
Xo'p. Yaxshilab tekshiring. Bir xulosaga kelishimiz kerak. Hamshira, bemorni tez reanimatsiyaga olib tushing. Sekin. Nima gap o'zi? Ayoli jussasi kichkina, tos suyagi ham kichkina, o'zi tug'olmaydi. Bola salkam 5 kilo bo'lib qolgan. Tug'ilishga harakat qilaverganidan matka ishib ketgan, yorilib ketishi mumkin. Tez Kesarova bilan tug'dirib olmasanglar, onani ham bolani ham yo'qotamiz. Bachadon yupqalashib ketgan, qon ketish xavfi juda ham baland. Shu paytgacha nimaga olib o'tirdinglar? Tug'dirib olish kerak edi-ku. Men anesteziologni topay. Xudoyim, o'zing asragin ayolli jonim. Juda ham xavfli vaziyatda-ya bechora. Tishingizni oldirganmisiz? Ukol qilishganmi? Dum qilib qolsa bo'ladi. Yordam bering. Puls joyidami? Ha, joyida. Operatsiya xonasida telefonga balo bormi? O'chirib qo'ying. Uzr. Xo'p. Hamma tayyormi? Ha, tayyor. Ha, tayyor. Unda boshlaymiz. Skalpel. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Sherzod? Nima, narkoz ta'sir qilmadimi? Sezuvchanligi yuqori shekilli. Hozir umumiy narkoz qilamiz. Umurtqa ta'sir qilmadi hozir. Doktor, bemorning pulsi tushib ketyapti. Nafas olish qiyinlashyapti. Nafas to'xtayapti. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Sherzod! Sherzod qani, Sherzod! Hamma narsani qilib bo'ldik, qon to'xtadi. Nimaga tushib ketyapti? Apparatga oling, zudlik bilan. Konsilium chaqiring. Hammani shu yerga yig'ing. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Axir narkoz nechasi 7-razmer bo'lishi kerak edi buni jussasiga. Lekin Sherzod 8 ni olibdi. Axir
Nimaga hammanglar yurib oldinglar? Xotinimga nimadir bo'ldimi? Men ko'rishim kerak. Yo'q, yo'q, yo'q. Nimaga hammasi yuguryapti bularni? Men ko'rishim kerak. Tinchlik, mumkin Ochi, meni qirg'izvoring. Yo'q, Men bitta ko'ray. Xotinimga nimadir bo'ldi shekilli. Nimaga yugurishyapti bular? Tinchlaning. Men ko'rishim kerak. Opa, qoching. Hammasi yaxshi. Tinchlaning, mumkin emas bu yoqqa. Mumkin emas. Mumkin emas. O'siz boshchi. O mara seni janjalingning oqibatida hozir bemorga noto'g'ri narkoz qilib qo'ydim. Ahvoli og'ir. Uydagi janjaling yetmasmidi? Ey jonimga teg. Qo'raman senga hozir. Menga qara u. Qanaqa qilib bunaqa qo'pol xatoga yo'l qo'yding? Avvaliga bemorni vaznini o'lchamasdan kam doza berding. Xo'p, ikkinchi marta yana nimaga xato qilasan? A? Ey, bemorni jussasiga uni o'pkasiga 7-razmerni nacha to'g'ri kelardi. Shunga ham kallang yetmadimi, a? Sen nimaga 8-ni ishlatding? Opa, bildim. Asabilash. O'pkasi teshilgan. Hozir endi ko'rdim. O'pka umuman yo'q. Puchrayib, kichrayib yopishib qolgan. Opajon, iltimos meni to'g'ri tushuning, nimadir qilib yordam bering, jon opa. Iltimos bir amallaylik, xato qildim, bilib turaman, jon opa. Jon opa, qo'lingiz bo'ling, iltimos. Sen bitta ayolni boshiga yetding, bilasanmi? Hayotini xazon qilding. Jonmarg qilding. Hech qachon bunaqa ish qilmasding-ku, a? Bunaqa ish qilmasding-ku. Nima jinur desana, nima jinurdir, la'natda! Opa, uyimda janjal. Har kuni baqir chaqir. Mana shu ta'sir qildi, xato qildim. Bilib turibman xatoyimni. Jon opa, iltimos yordam bering. Iltimos. Hammamiz qamalib ketamiz, bilasanmi shuni? Qamalib ketamiz. Nega haligacha singlimning ahvoli haqida xabar berishmayapti? Biror narsa deyishmadimi? Sabr qilaylik-chi. Nima bo'ldi? Xullas, singlingiz ahvoli og'ir. Bolasini bir amallab tug'dirib oldik. Lekin uni o'pkasi zaif ekan. Narkozni ko'tara olmasdan yorildi. Hozir apparatga ulab qo'yganmiz. Bo'lmagan gap. U hech qachon sog'lig'idan shikoyat qilmagan. Qanaqasiga o'pkasi teshiladi? Balki narkoz noto'g'ri qilingandir. Buni tagiga yetamiz. Bu yerda bir gap bor. Aytyapman-ku, uni o'pkasi nozik ekan, kasal ekan. Qanaqasiga nozik bo'ladi? Opa, axir u sportchi qiz-ku. Bilmadim. Hozir bu gaplarni mavrida emas, zudlik bilan shahardan o'pka bo'yicha mutaxassis chaqirishimiz kerak. Vaqtim olmanglar. O'pka bo'yicha? Opa, u hech qachon sog'lig'idan shikoyat qilmagan. Bo'lmagan gap bu. Doktorlar xato qildimikin, a? Nimaga menga qo'ng'iroq qilaverasan? Jonimga tegib ketding, tushunayapsanmi? Bir ayolni deyarli o'ldirib qo'yishimga ozgina qoldi. Qilma, iltimos, qilma. Endi nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Bemor opasi jurnalist ekan. Axir meni aybimni topadi-yu. Harom yurganim boshimga yetdi. Ishqilib o'lib qolmasin. Lekin nogiron bo'lib qolishi aniq. Endi nima bo'ladi? Kızım, azgina içkin canım kızım. Azgina içkin. Can kızım. Azgina. Azgina iç canım bol. Bola canım. Mana uchun içkin canım kızım. Canım kızım. Bola canım. Aç. Aç canım bolam. Aç. Yegin şundan canım bolam. Yegin. Onayni qiynama canım bolam.
menga keraksan-ku. Men seni jonimdan ham ortiq ko'raman-ku, bolam. İçkin, ozgina içkin, jonim bolam, ozgina içkin. Bitta içkin, bitta. Xudoyim. Ozgina içmasang bo'lmaydi, jonim bolam. Ke, jonim bolam. Och og'zingni, och. Yana ozgina. Jonim bolam. Yana ozgina ichgin, jonim bolam. Aqlligim o'zim, aqlli qizim. Jonim qizim o'zim. Aqlli qizim o'zim. Oyi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi, jon? Oyi. Men keldim-ku. Endi siz dam soling. Sevinchga o'zim qarayman. Sen ham uzoq yo'ldan kelding-ku, qizim, charchagansan. O'zi nazokat opang ham yaqinda ketdi. Oyijon, qarang, ko'zlaringiz kirtayib ketibdi. Dam olib qoling, o'zim qarayman. O'zing yaxshimisan, qizim? Yaxshiman. Keling, oyijon. Bo'lmasam toliqib qolasiz. Sevinch yaxshi, o'zim qarayman. Turing, oyi. Sevinch. Ke, ozgina yeb olgin. Sevinch. Sevinch, ichmasang bo'lmaydi. Qanday yurarding singlim? Hayot qolding-ku. Ammo sog'lig'ingni tiklay olmadik. Sening uchun qanchalar kurashdim. Sizlarning singlingiz Sevinch Akbarovani tug'ruqdan keyin sog'lig'i yomonlashgani va uni nogiron bo'lishiga sabab anesteziolog Sherzod Rustamovichni ayblab bergan arizangizni ko'rib chiqdim. Shunda u aybdor deb topildimi? Menga afsuski yo'q. Qanaqasiga? Tug'ruqxona ma'muriyati yuborgan xatlarga qaraganda, singlingizning o'pkasi kasal bo'lgan. Tug'ruq jarayonida to'g'ri dozani ham ko'tara olmay o'pkasi teshilgan. Va u kislorodga ulanib, malakali shifokor yordamida o'pkasi yamalgan. Bemor ahvoli biroz yaxshilanganligi haqida xabar keldi. O'rtoq tergovchi, singlimni o'pkasi qanaqa qilib kasal bo'lishi mumkin? U sportchi qiz bo'lgan, sog'lomida hamisha. Sizning dardingizni tushunib turibman. Lekin bu yerda meni gapim emas, hujjatlar, dalillar rol o'ynaydi. Demak, singlimiz chala o'likdek nogiron bo'lib qolaveradi. Hech kim jazolamaydi, shunaqami? Mana ko'rishingiz mumkin. O'qib tanishib chiqinglar. Men qonunga zid ravishda anesteziologni qamatishga haqqim yo'q. Bu javob xatini rasmga olsam maylimi? Bemalol. Demak, sizga aniq isbot dalil kerak. To'g'ri tushundimmi? Aniq dalil olib kelsangiz yoki ekspert orqali haqiqatni ochib, ekspert xulosasini olib kelsangiz, men albatta doktorga jinoyat ishini qo'zg'ayman. Sizni tushundim. Isbot bo'ladi.
Biz haqiqiy ekspert xulosasi bilan kelamiz. Agar singlim bu ishni ochsa, bu ishni qaytadan ko'rasizlar, shunaqami? Albatta. Bizni ishda isbot va dalil gapiradi. Yaxshi. Unda tez kunda kelamiz, a? Nega tergovda noto'g'ri ma'lumot berdingiz? Nima deb noto'g'ri ma'lumot beribmiz? O'qing. Bu yerda bor haqiqat yozilgan. Buni konsiliumga kirgan boshqa doktorlar ham tasdiqlashi mumkin. Singlingizni hayotini saqlab qolganimizga rahmat o'rniga siz bizga tuhmat qilyapsizmi? Singlimni hayotini saqlab qoldingiz. Siz bir marta uni oldiga kirib ko'rdingizmi ahvolini? Kislorodni noto'g'ri yuborilganidan bechora do'mbiraday ishib ketgan. Hatto o'zini eri tanimadi. Shundan xabaringiz bormi? Qo'lidagi chandig'i bo'lmasa umuman tanimas edi. Bu o'pka teshilgani uchun shunaqa bo'ldi. Lekin biz qayta operatsiya qilib o'pkani yamatdik. Shahardan kelgan doktor juda ham muvaffaqiyatli operatsiya qildi. Opa, kesirvadan chiqqan singlim qaytadan yana operatsiya qilindi. Tushunyapsizmi? Bularga uni miyasi dosh bermadi. Tanasi tirik bo'lib, o'pkasi tiklangani bilan, ammo kuchli va noto'g'ri narkoz tufayli miyasidagi hujayralari nobud bo'ldi. Singlim tuqqaniga 5 kun bo'lgan bo'lsa ham, hamon komada. Xo'p. Siz bizdan hozir nimani talab qilib keldingiz? Haqiqatni, faqat haqiqatni. Bo'lmasam, men shaharga borib, ekspert olib kelib, qaytadan tekshiruvdan o'tkaziraman. Bemalol. Men hammasini to'g'ri qildim. Lekin bir narsani aytib qo'yay. Siz bizga tuhmat qilayotganligi uchun hali javob berasiz. Senlarga ham boqqan balo bordir. Agar rostdan ham shahardan ekspert olib kelsa, qayta taftish o'tkazilsa va aybing isbotlansa, seni tarafingni olmayman, bilib qo'y. Seni deb bitta ayol chalajon bo'lib yotibdi. Ahmoq. Agar rostdan ekspert chaqirtirib, ishni qayta ochsa, juftlikni rostlash kerak. Bugunoq qaynotam bilan gaplashamiz. Bugunoq. Seni unutib qo'yibmiz-ku, bolajon. Hammamiz oying bilan ovora bo'lib qoldik. Sen esimizdan chiqib qolibsan. Bizni kechir, bolajonim. Sevimli seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sini Media YouTube kanalimizda. Birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Sanjarbek. Bolangizni bitta ko'ring. Hammamiz singlim bilan ovora bo'lib qolib,
bola esimizdan chiqib qolibdi. Bugun shuni eslab seskanib ketdim. Hamma bolalar onasini bag'rida bo'lsa, bu kichkintoy katta palatada bir o'zi yotibdi. Opa, oling. Chidamli qaroringman kerakmas. Menga bera qoling. Agar qarshi bo'lmasangiz, bola men bilan keta qolsa, onasi tuzalguncha o'zim katta qilsam maylimi? Qizcham ham 1 yosh. Bolam qatori uni ham qornini to'yg'izgan bo'lardim. Qarshi bo'lmasanglar albatta. Mayli qizim, ilohim baraka topgin. Senga ishondik. Jiyanimga siz qaray qoling. Sizga omonat. Biz singlimning ahvolini sal yaxshilab olaylik. Mashinada onam bilan xo'jayinim kutib o'tirishibdi. Ruxsat bersanglar, bora qolay. Yaxshi boring. Mayli qizim, Allohga omon. Onasidan uzoqlashayotganini his qilyapti shekilli. Oyi, o'zimizni qo'lga olishga majburmiz. O'zingiz hammasiga ko'z quloq bo'ling, xo'p? Opa, oyimni ehtiyot qiling. Singlimga kuyov bilan navbatma-navbat qararsalar, men zudlik bilan shaharga borib, malakali ekspert topib kelmasam bo'lmaydi. Buni issig'ida hal qilmasak, bular yopdi-yopdi qilishi mumkin. Mayli qizim, borib qo'y. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Yaxshimisiz? Uni ahvolini ko'rsangiz juda yanchilik. Sizni juda ham yaxshi tushunyapman. Ayniqsa hozir uni onasiga, opalariga juda ham qiyin bo'lsa kerak. Marazli. Soppa-soq olib borgan xotinimni bir kunda menga jonsiz qo'g'irchoq qilib qaytarishdi. Mayli, ko'p asabiylashmang. Shundoq ham oxirgi kunlarda ko'p qon bosimi oshyapti. Sevinchni har ko'rganimda yaram yangilanadi. Yuragim qonab ketadi go'yo. O'shanda men shokka tushib qolganman. Nima bo'layotganini tushunmasdim. Och dedim, ablah. Och eshikni. Sen bilan er kechasi gaplashgani keldim, och dedim men senga. Sen bir odammi? Umrga zomin bo'lding. Och dedim eshikni senga. Och iflos, och eshigini. Sendagi doktorlar doktor bo'lishga noloyiq. Bilax. Bir odam umriga zomin bo'lding. Oyi. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Voy, assalom. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Feruza opa, shu qiz meni singlim bo'ladi.
sizlarga sabr tilayman. Hech kim bolam demasin ekan qizim. Xolajon, siqilmang. Men va'da beraman. Qizingizni mana shu kuyga solganlar qonun oldida albatta javob berishadi. Ilohim, aytganingiz. Nozmaxon, hamma hujjatlarni, mana shu sport bilan shug'ullanayotgandagi barcha ma'lumotlarni, rentgen qog'ozlarini, mana shu vaziyatda kerak bo'ladigan barcha hujjatlarni bu gunoh menga yig'ib bering. Men tug'ruqxona ichida bo'lgan ishlarni o'rganib turaman. Xo'p bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi, xolajon. Rahmat qiz. Yana kelamiz. Mana sizga shahardan kelgan ekspertning xulosasi. Tergovni boshqatdan ko'rishingizni, aybdorlarni jazolashingizni talab qilaman. Qoyil, haqiqatni topibsiz. Bu yog'ini bizga qo'yib bering. Sizga va'da beraman. O'sha anesteziolog Sherzod Rustamovichni topib, albatta jazosini beramiz. Topib? Bu nima deganingiz? Biz uni tergovgacha shahardan chiqib ketmasligini tayinlashimizga qaramay qochib ketgan. Gilavrachga telefon qildim. Ishxonaga ham kelmayapti ekan. Uyiga bordim. Xotini uyga kelishadi dedi. Ma'lumotlarga ko'ra chetga qochib ketgan. Endi nima bo'ladi? Ish yopiladimi? Yo'q, yopilmaydi. Qo'limda qidiruvga beradigan dalil bo'lmaganligi uchun ishni boshlamagandim. Ekspert xulosasiga ko'ra xalqaro qidiruvga beraman. Tez kunda qo'lga tushadi. Singlimni tug'ruq jarayonida qatnashgan ginekologchi. Uni ham surishtirib tekshirdinglarmi? Ginekolog vrach men o'z vazifamni bajardim. Bolani tug'dirdim. Ungacha ayolning ahvoli yaxshi edi dedi. Narkozdan keyin ahvol yomonlashgan. Meni narkozga aloqam yo'q dedi. Shuning uchun aybni bo'yniga qo'ya olmadik. Tushunarli. Unda natijasini bilish uchun men yana kelaman. Rahmat. Qodirov, xonamga kiring. Zudlik bilan xalqaro qidiruv e'lon qilish kerak. Sanjar, singlimizni biz olib ketsak, o'zimiz qarardik. Yo'q. O'zim qarayman. Buni o'zim oyoq turg'izaman. Men bilan ketadi. Sanjar, siz erkak kishisiz. Onangiz ham qarib qo'yganlar. Yo'q. Men bilan ketadi. To'xtang, eshiting, axir biz opa-singil onam bilan qarardik. Sanjar. Xavotir olmayli. Men o'zim har doim uyga kelib xabar olib turaman. Rahmat, Lolaxon. Sanjar. Opa. Sanjar nima bo'layotganini tushunmayapti chog'i. U singlimizni tuzaladi deb o'ylayapti. Lekin Qara, shu yo'llardan yurardik har kuni. Musobaqaga qatnashardik, sportga borardik. Esingdami? Mana bu ko'chalarda sen bilan ilk uchrashgan kunlarimiz. Esingda emasmi? Xullas, qorning ochmadimi? Ochmadi. Ovqatlanib chiqding. Aqlli qizsan-ku o'zing. Yur, senga o'zimiz uchrashib yurgan chiroyli xiyobonlarga boraman.
Zora shu kunlarni eslasang. Nega u tuzalmayapti? O'g'limizni olib kelib ko'rsatsam ham tanimadi. Umuman tanimadi. Nahotki u tuzalmaydi? Ishonmayman, yo'q, ishonmayman. Xullas, sen bilan hozir shirinlik olgani boramiz. Senga atirgullar olib beraman. Gullarni yaxshi ko'rarding-ku. Undan keyin chiqib shirinlik olamiz. Voy. Shirinlik olamiz yo'q. Sanjar aka. Voy. Enaga bo'lib qopsiz-ku. Tavba. Siz shundoq yigit. Buni oyisiga berib bormaysizmi? Baribir ham tuzalmaydi bu. Ishqingizda yonib yurgan qancha qizlar bor. Nima? Bittasi senmi? Sen-chi? Xotinimni bir tola sochingga alishmayman, tushundingmi? Endi ko'zimdan yo'qol. Ahamiyat bermasang hech bunaqalarga. Bundan ko'ra borib shirinlik yeymiz. Bir kuni bu nogiron xotining joningga ham tegadi. Shunda ko'raman. O'zing yalinib kelasan. Sevimli seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sini Media YouTube kanalimizda. Birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Bugungi g'alabani nishonlamasak bo'lmaydi lekin. To'g'ri. Lekin oyim ruxsat bermaydi-da. Bilib bilmay ba'zida qalbing ozor beraman. Xasta bo'lib qolsang gar aniq ado bo'laman. Men e'tiboringiz uchun qancha musobaqalarda g'olib bo'lganman. Kurashchiligimni esingizdan chiqarib qo'ydingizmi? Sen kurashchimisan? Ha, kurashchiman. Mana kurashchiman. Oyijon, yetib beraman hozir. Oyijon. Hay. Voy, o'lar. Voy, sharmanda. Nima bo'ldi endi o'zi? O'zga yorlar kulgulari darmon emas. Boshqa birov sendek bo'lolmas. Xasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Mendan oldin olma. Ertalab kelgan ayolimni nega haligacha tug'dira olmayapsizlar? Senga men zor bo'laman. Odam tug'ilishi oson deb o'ylaysizmi? Sabr qilinglar. Xasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Mendan oldin olma, shon o'lib bo'laman. Tinchlik, mumkin emas. Mani kirg'iz boring. Men bitta ko'ring. Xotiniga nimadir bo'ldi shekilli. Nimaga yugurishyapti bular? Azizim. Uni o'pkasi zaif ekan. Narkozni ko'tara olmasdan yorildi. Hozir apparatga olib qo'yganmiz. Bo'lmagan gap. U hech qachon sog'lig'idan shikoyat qilmagan. Qanaqasiga o'pkasi teshiladi? Balki narkoz noto'g'ri qilingandir. Buni tagiga yetamiz. Bu yerda bir gap bor. Seni hatto o'zgalar o'zimdan ham qizg'onib ko'rsam deyman seni har kun yuragim yonib. Gohida men o'zim rost so'zlardan ham Oling. Chidamman. Qarolayman, kerak. Kasal bo'lma iltimos, yig'layman sensiz qoling. Xasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Mendan oldin olma, ishon o'lib bo'laman. Senga men zor bo'laman, sensiz men xor bo'laman. Azizim. Zaynab opa, sizga singlimni analiz javoblarini, rentgen natijalarini jo'natgandim. Nima bo'ldi? Nima deyishdi? Yashirmayman. Sizga rostini aytaman. Miya hujayralari qayta tiklanmaydi. Nima dedingiz Zaynab opa? Shundoq sportchi singlim shu ahvolda qolib ketadimi? Lekin umidni so'ndirmanglar. Davolatinglar.
balki oz-moz nimanidir idrok qilar. Lekin uzr meditsina bu tomoniga ojizlik qilyapti. Sevinç! Ciğerim Sevinç! Nega meni singlim? Nega? Nima gunoh qildim? Endi nima bo'ladi? Bolasi. Xudo xola, labay. Nima? Hozir yetib boraman. Hozir. Sevinch, iltimos o'zingga kel. Bir narsa degan. Iltimos Sevinch. Oldin gapirib tinmasding-ku. Nega indamaysan? Gapir. Iltimos Sevinch. Gapira qol. Bir safar ismimni chaqir. Keyin gaplashib o'tiraylik. Nimadirlarni aytib ber. Iltimos. Sevinch. Sevinch, iltimos. Iltimos Sevinch. Gapira qol Sevinch, gapir. Gapir Sevinch. Sevinch, iltimos. Harakat qil, o'zingga kel, tuzal, gapira qol. Iltimos Sevinch. Sevinch, gapir. Sevinch. Sevinchim, iltimos. Gapira qol. O'g'lim singlingizni qattiq sevganidan jinni bo'lay deyapti. Sevinch, gapira qol. Soatlab u bilan gaplashib o'tiradi. Aytib berardik, har doim. U gapirmagach asabda baqiradi. Shuning uchun sizni chaqirdim. Biror nima qilib qo'ymasin dedim. Sevinch. Iltimos o'zingga kel. Iltimos, sensiz qiynalib ketdim. Sevinch. Sevinch, gapira qol. Iltimos, Sevinch. Gapirgin. Iltimos. Sanjar. Sevinchni miyasi o'chgan. Bo'lishi mumkin emas. U meni tanimasligi mumkin emas, Sevinch. Tanimayman. Iltimos. U sizni kimligingizni bilmaydi. Anglamaydi. Qanaqasiga? Qanaqasiga meni bilmasligi, meni unutishi mumkin. Meni taniydi. Taniysan-ku, to'g'rimi? Sanjar. Meni bilasan-ku? Sanjar, iltimos. Xullas, men singlimni olib ketaman. U endi sizga xotirlik qilolmaydi. Yo'q. Sevinch men bilan qoladi. Men o'zim oyoqqa turg'izaman, o'zim qarayman, o'zim tuzataman. Sanjar! Olib ketaman, tamom. Tushiring. Uni miyasi o'chgan. Endi u sizga xotirlik qilolmaydi. U nogiron. Sevinç. Canım singlim. Bolalar qani? Uxlashyapti. Beshikka belab qo'ydim.
Kamronni onasini oldiga olib bordingmi? Sevinchni opasi iltimos qilgandi. Yo'q, olib bora olmadim. Ishim ko'p bo'ldi. Sen esing joyidami? O'shani kelin ko'rsa, balki o'ziga kelib qolar. Xotirasi tiklanar. Balki o'sha boshidagi jarohati ona mehri tufayli o'ziga kelib qolar. Ancha vaqt o'tdi-ku, tiklanmadi-ku. Hammaga ko'rsatib chiqishdi. Sen qizg'ongansan. Bolani o'zini onasidan qizg'ongansan. To'g'rimi? Ha, to'g'ri aytdingiz. Mabodo xolalari Kamronni olib qolsa-chi, o'zimiz katta qilamiz desa, men nima qilaman? Nimalar deyapsan? Nega olib qolishadi? Ular xola bo'lsa, sen ammasan-ku. Lola, sen o'zing aqlli ayolsan. Sen xavotir olma. Ular bizni bolalarimizni olib qo'yishmaydi. Endi jigarni bolasini ko'rgisi keladi, sog'inadi. Bilaman, noto'g'ri qilyapman. Ammo Kamronga mehrim tushib qolgan. Hattoki onasi tuzalsa ham uni bermayman. O'ylab gapiryapsanmi? Hech bo'lmasa birrovga ko'rsatishga olib borib turaylik. Yo'q. Hattoki ukamga ko'rsatishga ham olib bormayapman. Hech kimga bermayman Kamronni. O'z ona sutim bilan boqqanman uni. Kamron meni bolam. Uni onasi menman. Lola. Nimaga keldingiz? Qilgan aybingizni ko'rganimmi? Meni aybim yo'q. Narkozni tushungan bo'lganimda o'zim qilgan bo'lardim. Lekin siz hujjatlarni soxtalashtirdingiz. Singlimni o'pkasini kasalman deb xulosa berdingiz. Siz tergovni chalg'itdingiz. Yer yutkur qizimni adoyi tamom qilib o'zi qochib ketdi. Hali xabaringlar yo'qmi? Uni Turkiyadan ushlab kelishdi. Keyin aybini tan oldi. O'sha paytda uyda oilaviy mojarolar tufayli xayolini bir joyga qo'ymagani, noto'g'ri narkoz berib qo'yganini tan oldi. Mana shu qilgan xatosi tergovdan qochib yurgani uchun 10 yilga qamab yuborishdi. Bu ham kam unga. Guldek qizimni umrini xazon qildi. Qamalgan qamaldi, lekin mana qizim o'ziga kelmadi-ku, ahvolini qarang. Jon xolajon, bizni kechiring. Qizimni o'z holiga qaytarib bering, keyin kechiraman. Qo'lingizdan keladimi? Meni aybim yo'q. Qarg'amang, faqat kechiring, iltimos sizdan. Aslida siz ham jazolanishingiz kerak. Men ham quruq qolmadim. Ishdan haydab yuborishdi. Katta jarima to'ladim. Ishdan haydalsangiz ham mana soppa-sog' yuribsiz-ku. Mani qizimchi, ahvolini qarang. Iltimos, chiqib keting. Tirnalgan qalbimni yana qonatmang, chiqib keting. Kechiring. Opa, qachon o'tib ketadi bu og'riq? Shunaqa ham og'riydimi? Nima, farzand tug'ish oson deb o'ylaganmidingiz? Ana shunaqa og'riydi. Tug'ilgandan keyin ham og'riq o'tib ketadi. Opa, tezroq tug'dirib ola qolsanglar bo'lmaydimi? Nima, kesiro qilishimizni xohlayapsizmi? Nima qilasiz kesironi? Undan ko'ra o'zingiz tug'ing. Biroz qiynalasiz, lekin keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Ayol kishi dardga og'irroq bo'lishi kerak, singlim. Xo'p, o'zingiz qo'lga oling. Chidayman. Chidayman. Bolam sog'lom tug'ilsa bo'ldi, chidayman.
Sanjar aka. Sevinch oldi keldingizmi? Najamiy, Sevinch meni tashlab ketdi. U mendan arazlagan, menga umuman gapirmayapti. Men yolg'iz qoldim. Yolg'iz qoldim, tushunyapsanmi? Voy, nima qilib ro'zingiz yuribsiz, sarib ketgan bo'lsa? Qarang, men ham yolg'izman. Yuring, kofe damlab shirin yeymiz. Ya. Agar Sevinch ham kelsa boraman, bo'lmasam yo'q. Keladi Sevinch ham. Yuring, yuring. Kelmaydi, aldamasa. Yuring, deyapman-ku, keladi Sevinch. Yura qolsangiz. Aldamayapsanmi? Yo'q, aldayotganim yo'q. Yana Kofe Sevinch. damlayman. Ha. Kelsa-ku men xafa bo'lmay o'tirsizlarmi? Nimayam qilardik, Tohirjon. O'tiribmiz. Qizlarim taniqli tabiblar bormi, nomi chiqqan doktorlar bormi, hammasiga olib borishdi. Hech ham foydasi bo'lmadi. Sanjar begim ham sizlarnikiga kelib ketgandan keyin bo'kib uyga ichib boradi. Sevinchim, sevinchim deb rosa yig'lardi. Men ahmoq Kamronni qizg'onib o'z onasini oldiga olib kelmabman. Balkim Kamronni ko'rganida tuzalib ketgan bo'larmidi. Lolaxon, unaqa demang. Siz jiyanimizga juda ham yaxshi qarayapsiz. Kamronimiz sizni oilangizda baxtli. Yana sal kattaroq bo'lsa, keyin onasini ko'rgani kelar. Iloyim, albatta. Albatta keladi. Bitta opa sizchalik bo'lar. Mana shu singlingiz uchun qancha yugurmadingiz, qo'lingizdan kelguncha harakat qilyapsiz. Lekin baribir davora olmadik-ku. Ming uringanimiz bilan eplolmadik. Ishoning. Sevinchni tirikligini o'ziga xursandmiz. Oyingizga ham qiyin bo'ldi. Keldi ketdi ham armasa kerak. Siz ham bir oyog'ingiz shahar bilan qishloq orasida qoldi. Opam bilan kelmagandan kelib oyimga qarashyapmiz. Lekin to'g'ri, asosan onamni o'zlari qarayaptilar. Farzand emasmi? Battar eziladilar. Qo'shnilar, qarindosh urug', Sevinchni treneri ham tez-tez xabar olib turish. Yaxshi insonlar, baraka topishsin. Baraka topishsin, ilohim. Sanjaram Turkiyadan qo'ng'iroq qilsa, faqat Sevinchni so'raydi. Uni judalarda yaxshi ko'rardi. Qachon qaramay, faqat Sevinchni so'ragan. Qo'lingni tort. Sen meni aldab uyga olib To'xtang, Sanjar aka. Yo'qol. Qayoqqa ketasiz? To'xtang. Sen jirkanch qizsan. Sen meni aldab Sevinch keladi deb chaqirding. Sevinch kelgani yo'q, to'g'rimi? Keladi dedim-ku. Ichkarida ozgina dam olib turing. Kirmayman, yo'qol. Sen Sevinchga sira ham o'xshamaysan. Uni ko'rsam ko'nglarim yorishib ketadi. Seni ko'rsam faqat ko'nglim ayniydi, tushundingmi? Ahmoq, to'nka. Shuncha yildan bir senga erishaman deb kun sanayman-ku. Endi uyimga olib kirganda o'zing sevinch deb o'kirasan. O'l erkak bo'lmay, oldingda shunaqa jonondek qistirsa-yu, o'laman deydigan xotining deysan. Ahmoq, to'nka. Qachon ovozingni alvasdi, o'lmaydi, tushundingmi? Sen o'lasan. Chunki sen yomonsan. Meni Sevinchim yaxshi, u o'lmaydi, tushundingmi? Bor, yo'qol. Qo'shmazor bo'lmaysanmi shu Sevinching bilan? Ahmoq, o'zim shuni kutib o'tiraman, chinni. Kutma, tushundingmi? Men Sevinch yaxshi ko'raman, boshqasi kerak emas menga. Seni iching qora chunki. Sevinch hech qachon o'lmaydi, tushundingmi? Men Turkiyaga ketyapman. Qachon qaytishimni bilmayman. Sizga aytdim-u, uylaning, oilali bo'ling, bola. Sizdan ming rozimiz. Bitta kuyov bo'lsa, sizchalik bo'lar. Siz ham baxtli bo'lishga loyiqsiz. 5 yildan beri singlimni dardida tengma-teng kuydingiz. Vaqt oliy hakam. Iloji bo'lsa, Turkiyadan birorta yaxshi qiz topib, siz ham oila quring. O'zi
Shu gapdan qochib Turkiyaga ketyapman. Unaqa demang. Biz sizdan rozimiz. Iloyim, opangizning umrlari uzoq bo'lsin, baraka topsinlar. To'g'risi, bir o'yladim. O'g'limni ham o'zim bilan birga olib ketsammikin deb. Lekin shuncha yildan beri boqayotgan opam bilan pochchamdan tortib ola olmadim. Uyaldim. Ular uni juda yaxshi ko'rishadi. Hatto o'g'lim ham ko'proq u dadasini yaxshi ko'radi. Tuqqan onami, boqqanmi deyishadi-yu. Ko'z ochib dunyo tanib ularni ko'rdi-da bola. Kamronimdan ko'nglim to'q. Qarang, asosiysi jiyanim o'sha oilada tinch, baxtli. Xudoni chevarligiga tan bermay iloji yo'q. Opangizni turmushi buzilishi arafasida Kamronimizni ularga atagan ekanda. Ha, Allohning mo'jizalari ko'p. Shu qatori bolamni dardiga ham shifo bersa edi. Bolam, siz yaxshi yetib oling. Baxtingizni bersin Alloh. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür. O'zimizni yurtdan kelgan ofitsiantlarga ham tushuntiring. Bu yoqda sal boshqacharoq xizmat ko'rsatish kerak. Qancha xushmuomala bu, qancha tushuntira bilsa, shunchalik odamimiz ko'payadi. Shu yigitni ko'ray deb restoranga kiraman, lekin biror marta qaramagan. Nihoyatda jiddiy yoki sevgani bormikin, yo oilali, xotinni sevsa kerak. Lekin har doim u bilan juda ham tanishkim keladi. Birortangiz o'zbekchani bilasizmi? Mabodo o'zbekchani bilmaysizmi? Xonim, sizga biror nima kerakmi? Aka, siz o'zbekmisiz? Ha. O'zbekman. Ha. Menga achchiq kofe kerak. Bir dona kofe. Tamam. Bo'ldi, aytaman. Achchiqni olib keladi. Achchiq qop-qora bo'lsin, xo'p? Xo'p bo'ladi. Kechirasiz aka. Men bilan biroz birga o'tira olmaysizmi? Bugun oyimni vafot etgan kunlari. Nimagadir o'zimni juda ham yolg'iz his qilyapman. Agar mumkin bo'lsa albatta. Mayli. Siqilmang. Bu dunyoda yaqini tirik bo'lib turib, yolg'iz yurganlar ham ko'p. Sizni ota-onangiz bormi? Ha, bor. Juda ham baxtli ekansiz. Meni esa otam ham, onam ham yo'q. O'zim amakimni qo'lida katta bo'lganman. Kelinoyim bir kosa ovqat uchun tinmay ishlatardi. Juda ham qiynalardim. Yetimning ko'rgan kuni quysin deyishadi-ku. Yoshim 20 ga yetib, bir amallab Turkiyaga qochib keldim. Anchadan beri bu yoqdamisiz? 5 yil bo'ldi. Bir keksa onaxonga qarayman. Juda ham yaxshi oila. Meni yaxshi ko'rishadi. Baxtimga yaxshi insonlar uchradi. Menga har doim yaxshi maosh to'lashadi. Haftada bir kun o'zim uchun dam olaman. Lekin bilasizmi, yurtimni juda ham sog'inaman. Boray desam, meni quchoq ochib kutib oladigan yaqinim ham yo'q. Siz o'zi qachon kelgansiz? 1 yil bo'ldi. Bu restoranni do'stim bilan ochganmiz. Taominglar juda ham mazali. O'zimizni milliy taomlarni sog'inib, har hafta shu yerga kelaman. Rostdan ham yaxshi joy. Lekin sizni avval hech ko'rmagan ekanman. Men esa sizni ko'rganman. Har doim jiddiy bo'lib turasiz. Shu yigit hech men bilan gaplasharmikin deb har doim o'ylardim ichimda. O'zbekmisiz, yo'qmisiz, lekin bilmasdim. Lekin bugun yomonam yuragim siqilib, rahmatli ota-onamni eslab, suv bo'yida ancha yurdim. Keyin qornim och qoldi. Har doimgidek sizlarning joyingizga keldim yana. Har qorningiz ochganda kelavering.
sizdek yurtdoshimizga ovqatlar bugundan boshlab tekin. voy Nima degingiz kelyaptimi? yo'q, faqat kofe ichmoqchi edim, lekin qornim juda ham och. Kofe ishtahani ochadi, lekin oshqozonga zarar. Balki menga sherik bo'larsiz, birga ovqatlanarmiz. Balki shunda ishtaham ochilarmidi? Voy, Sanjar aka, yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Oyim ko'rinmaydilar? Ha, opajonlarnikiga ketgandilar. Nevaralarni sog'inibdilar shunga. Qali, Sevinch yaxshi ekanmi? O'sha. Sanjar aka, sizda bir gapim bor edi. Nima gap? Shu, bilaman, opajon o'g'lingizga yaxshi qaradilar, mehr berib o'zlari katta qildilar. Lekin oyijondan eshitishim bo'yicha hozir o'zini onasini ko'rishga qo'ymayotgan ekanlar. Olib qo'yadi deb ko'rishga yubormayotgan ekanlar-da. Ha. Lekin men ham opamga berib yuboring deb buyruq bera olmayman. Chunki Kamron allaqachon ularni farzandi deb bo'lgan. Lekin bu noto'g'ri-da. Baribir Kamron o'zini onasining kimligini bilishi kerak. Balki Sevinch ham Kamronga qarab sal tuzalib qolarmidi? Bir ham mehribonsan. Xuddi Sevinchimga o'xshaysan. Faqat taqdiring o'xshamas. Mayli. Men kiyimlarni almashtirib chiqay. Mana ovqatim tayyor hozir. Yo'q, Kamronni bermayman. Nima qilasan bolani xayolini buzib? Opa, nega tushunmaysiz? Bolam erta katta bo'lsa, nega o'z onamni ko'rsatmagansiz deb xafa bo'lmaydimi bizdan? Ukang to'g'ri gapiryapti. Senga necha marotaba aytdim. Bolani onasini oldiga jo'nat deb. Qo'rqib jo'natmaysan. Etni tirnoqdan ajratib bo'lmaydi. To'g'ri, Kamron seni bolang. Lekin uni tuqqan onasidan ajratib bo'lmaydi. Bolani jo'natish kerak. Onasidan xabar olib turish kerak. Qo'rqaningdan Kamronni ukangga ham jo'natmaysan. Hali kun Kamron nima dedi bilasanmi? Dada, mani dadam ikkitami? Bu qanaqa bo'ladi deb savol berdi. Xo'p, sizga shunaqa debdi. Ana, ko'rdingizmi? Ertaga menga ham xuddi shunday savol bersa-chi. Nima? Meni onam ikkitami desa nima deyman? Yo'q, baribir ham jo'natmayman. Opa, bunchalik bag'ritosh bo'lmay. Bolamni onasini ko'rgani yuborib turing. Pochcha tushuntiring, axir shu o'g'limni tug'aman deb shu ahvolga tushib o'tiribdi-ku. Uka, tushuntiryapman. Shu opangiz qaysarlik qilib tushunishni xohlamayapti. Xo'p. Jo'nataman. Yaxshi. O'zim o'ylabman. Xudbinlik qilibman. Opa, siz qo'rqmang. Sizdan Kamronni hech kim olib qo'ymaydi. U sizning farzandingiz. Mana eshitdingmi? Lekin onasi ham ko'rishga haqqi bor. Bo'pti, obora qo'ygin. Kamronjon bolam. Kamron. Kamron. Labbay oyijon. Kamronjon bolam, seni yana bitta oying bor. Hozir dadang bilan borib, o'sha oying ko'rib kelasan. Qaysi dadam bilan? Men bilan bolam. Mana bu dadang bilan. Borib kelasan o'g'lim. O'zing aqlli bo'lasan, ha? Qani, bo'lmasa tinchlik, omonlik bo'lsin. Kelinni ham dardiga Alloh shifo bersin. Amin. Bora qolinglar. Yura qol, Kamron. Bo'pti. Olib kelasan, ha? Albatta. Ko'nglingiz xotirjam qiling. Yura qol. Oyi, nimaga Kamronning ikkita dadasi, ikkita oyisi bor? Men ham ukam bilan u oyimni ko'rgani boraman. Asal qizimman. Bora qol bolam. Kamronni yolg'iz qo'ymagin, xo'p. Oyiga, otaga boy bo'llarim. Chop. Ehtiyot bo'linglar.
onasi siqilma, hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin tushunganing uchun senga rahmat. Aqlligim o'zidan. Bo'ldi, yig'lama. Hozir qaytib keladi. Qizim, qara. O'g'ling kelibdi, seni ko'rgani. Qara qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy jonim. Qizim bilan ovora bo'lib borib ko'rgani vaqt topa olmadim. Nevaraginam o'zi kelibdi meni ko'rgani. O'zim o'rgilay jonim bolam. Yana oy. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Sevinchim, meni kechir. Oyijon, meni kechiring. Uylanmoqchi emas edim. Lekin shunaqa bo'lib qoldi. Nega kechirim so'raysiz bolam? Sizni tushunaman. Sizda ayb yo'q. Taqdir shunday ekan-da bolam. Oyijon, yeng. Oyijon, yeng. O'g'lim, uyingizni artib qo'yasiz. Yoshlarimiz. Kamronbek bola. Shu seni tuqqan onang bo'ladi. Oyijon, kelmaganim uchun kechiring. Endi katta bo'lib qoldim. Endi tez-tez sizni ko'rib turgani kelib turaman. Opa, qarang. Sevinch bizga faqat kulishi yoki g'alati qilovlar qilishi mumkin edi. Ona ekanda. Bolasini ovozini eshitib yig'lab o'rganini qarang. Axir 9 oy vujudida ko'tarib yurgan. Miyasi tanimasa ham onalik qalbi hammasini bilib turibdi. Oyijon, yana katta bo'lsam, sizni davolatishga Amerikaga olib ketaman. Ikkalamiz samolyotda uchib boramiz. Men Amerikani televizorda ko'rganman. U katta shahar. Sevinch. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat Sanjarbek. Sevinch. Yaxshimisan? Opa, men Turkiyaga qaytib ketyapman. Mana bu pulni oling. Doktorga ko'rsatinglar. Iltimos, yo'q demang. Men yana jo'nataman. Aybimni yuvish yagona usuli shu. Sanjarbek, rahmat sizga. Xayr, Sevinchim. Men yana kelaman. Tezroq tuzalib ket. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Rahmat. Sevinch,
hamma baxtini topdi. Faqat sen nogiron bo'lib qolding-da. Pulim bor edi, hammaga kerak edi. Mana endi qamoqdan chiqdim. Ishim xotinim ajrashib ketdi. Uyimni qaynatam sotib yubordi. Akam ota uyimga kiritmadi. Ko'chada qoldim. Onaxonni qarg'ish o'rtagan.